Bu videoda Monza Tico, Nexia 1 Matiz va Lacetti shunaqa yo'lakdan obgon qilishadi. Qani boshladik. Birinchi mashinamiz Monza. Keyingi mashinamiz Tico. Tico yutdimi yoki yutqazdi? Nexia 1. Matiz. Menimcha bu yo'lak juda osonlik qilyapti. Keyingi video qaysi mashina haqida bo'lsin va salgina o'zgartirish kiritamiz. Va oxirgi mashina Lacetti. Kanalimda o'zbek mashinalariga oid bo'lganda qiziq videolar sizlarni kutmoqda.